Halima Ibragimovaning turmush o'rtog'i oila qurdimi degan mishmishli savollarga javob berib o'tamiz. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizdan uzoqlashmang, obuna bo'lib, layk bosishni unutmang. Sizni qiziqtirgan eng tezkor, eng ishonchli va eng so'nggi ma'lumotlarni o'tkazib yubormang. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun podpisatsiya tugmasini bosib ketishni unutmang, chunki biz ham YouTube'da yangimiz. Halima Ibragimova xonadonida yig'in. Jahon va o'zbek shou-biznes vakillarining Instagram sahifalariga joylashtirgan qiziqarli foto va videolarni e'tiboringizga havola qilamiz. Aktrisa Shahlo Zoirova 1 yillik tanaffusdan so'ng bu yil dizayn jamoasining konsert dasturida ishtirok etyapti. Komik aktyor Mo'min Ibrohimov Amerikada nimalar qilayotgani haqida hazilomuz stories joyladi. Turk yulduzi Neslihan Atagul har shanba kunlari turmush o'rtog'i va farzandi bilan bozorlik qilishini yozmoqda. Yangi kelinchak Feruza Normatova ota-onasiga Sharman-Sheyxga sayohat yo'llanmasini sovg'a qilib, ularning duosini oldi.